Diqqat xalqqa shoshilinch xushxabar. Ramazon oyi munosabati bilan barcha fuqarolarga bayram tuhfasi beriladi. Barcha fuqarolar tezda pullaringizni oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, Ramazon oyidagi xayriya tadbirlariga 1 trillion so'm pul mablag'lari ajratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon oyida ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Mehr muruvvat tadbirlarini amalga oshirish uchun Vaf xayriya jamoati fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyoti xarajatlari qoplab beriladi. Davlatimiz rahbari 16 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda keksalar, yolg'iz va ehtiyojmand fuqarolar holidan xabar olish, og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga amaliy ko'mak berish izgu qadriyat ekanligini ta'kidladi. Yig'ilishda shu maqsadda ishlab chiqilgan Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida kompleks chora-tadbirlar to'g'risida axborot berildi. Ularni amalga oshirish uchun Vaf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Ajratilgan mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilishi, nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirilishi qoplab berilishi ko'zda tutildi. Prezident har bir mahallada ehtiyojmand oilalarni aniq va shaffof ro'yxatini shakllantirish, yordamlarni fuqarolarning dini, millati va ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar teng va adolatli tarzda yetkazish shartligini alohida ta'kidladi. Bu bo'yicha mas'ul idoralarga bu borada qat'iy nazorat o'rnatishini topshirdi.